Assalomu alaykum hammaga, hurmatli traderlar. Bugun sizlarga ajoyib strategiya o'rgatmoqchiman. Time frame 1 minutlik time frameda indikator orqali bo'ladi. Xo'p, indikatorlar bo'limiga kirib olamiz. Bu yerdan moving average tanlab olamiz va nastroykasini to'g'rilaymiz. 13 qilamiz. Nastroykasini 13 simaga qo'yib olamiz va bizga vid keling 2 sariq yoki yashilni o'zida tursa ham bo'lar. Misol uchun yashil normal meni fikrimcha. Xo'p, darsga davom etamiz. Bizga kerak bo'ladigan switchamiz, qarang, men sizga tushuntirib berishga harakat qilaman. Qanaqa qilib ishlaydi bu? Buni tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p. Switchamiz mana ko'rib turibsiz, ya'ni nima? Chiziq, moving average chizig'i o'rtadan o'tib, ya'ni bizning yashil switchamizni urib beryapti ustidan. Va biz shu yerda yuqoriga switchni 1 minutga ochamiz-da, biz pribylni qabul qilib olamiz. Xo'p, dalshi любой joyda ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda ham misol uchun qizil switchada aytib keyingi switchlarda biz plus olyapmiz bu yerda. Xo'p, bu yerda yashil switchlar bor va yashil switchada ham plus ketyapti. Xo'p, biz vaqtni cho'zmaymiz, davom etamiz, qaraymiz vaziyatga. Xuddi shunaqa joy bo'lishi bilan savdoga kiramiz. Mana bu yerda agar bu switch pastga tushib yopib bersa, biz keyingi switchdan ves balans bilan savdoga kiramiz. Ya'ni ves balans bilan savdoga kiraman. Nimaga degan savolingizga mana shu yerda tushuntirib berishga harakat qilaman. Mana bu switchamizni biz yashil chizig'imiz urib berib yopib beryapti. Shu bilan biz pastga savdoga kirdik. Xudo xolasa plus olamiz. Hozircha kuzatamiz, 30 minut vaqtimiz bor. Meni fikrimcha olamiz degan umiddaman. Chunki ishlab berish kerak. Strategiya bo'lmagan narsadan chiqmaydi. Albatta hamma narsani hisobga olib strategiya qilib chiqaryapmiz. Hamma narsani hisobi bor do'stlar. Xo'p, ko'rib turganingizdek bizda signalimiz bittada ishlab berdi va risk qilamiz. Yana o'shanaqa joylar topib savdoga kirib ko'rsataman albatta sizlar uchun. Bu faqat sizlar uchun do'stlar. Agar mana shu switch pastroqqa tushib yopib beradigan bo'lsa, biz keyingi switchdan pastga savdoga ochamiz. 30 sekund bor, kuzatamiz hozircha. Keyingi switchdan pastga. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ves balansda savdoga kiramiz do'stlar. Ko'rib turganingizdek bu yerda ham xuddi shu switchamiz yashil chiziq, ya'ni moving average chizig'i switchani ustidan urib beryapti, ya'ni o'rtasidan urib beryapti. Biz 1 minutga pastga savdoga kirdik. Ves balansda xo'p kuzatamiz, ko'ramiz vaziyat nima deydi. Dalshi kuzatamiz. Xo'p, bu sedelkamiz ham ishlab berdi, ko'rib turganingizdek, ya'ni plus yopib berdi. Xo'p, mana bu joyda ham kuzatishingiz mumkin. Ves balansda savdoga kiramiz. Kuzatishingiz mumkin, switchani urib yopib beryapti. Biz shu yerdan yuqoriga ves balansda savdoga kiramiz. Ko'rib turishingiz mumkin. Yigirma sekund qoldi do'stlar. Ajoyib strategiya, ajoyib. Ishlab berishini qarang, ishlab berishini. Tak, ajoyib ishlab beryapti, juda zo'r, juda cho'tka ishlab beryapti. Tak, 1366 dollar, ya'ni 654 dollar pribylga chiqdik. Yomon emas do'stlar, cho'tka ishlab berdi, juda ham zo'r. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmangizlar. Telegram kanaliga kirishlaringizni maslahat beraman. Telegram kanalimizda har kuni signal bo'ladi. VIP guruhimizga qo'shilib olsalaringiz. Xo'p, ajoyib strategiyalardan bahramand bo'lish uchun albatta Telegramga podpiska bosing, YouTube'imizga podpiska bosing. Xo'p, hammaga sog'lik, salomatlik.